O'zbekiston tumanida 4 ta kichik sanoat zonasi mavjud. Hammasida tadbirkorlar ixtiyoriga topshirilishi mumkin bo'lgan lotlar bor. O'z ishlab chiqarishini shu kabi hududlarda yo'lga qo'yishni istagan va taklif asosida chiqqan tadbirkorlar bilan bo'lib o'tgan yig'ilishda ularning faoliyatini keyingi bosqichga olib chiqishga ko'maklashadigan shu kabi loyihalar yuzasidan ma'lumot berib o'tildi. O'zbekiston tumaniga tadbirkorlik rivoji uchun biriktirilgan Markaziy bank Farg'ona viloyat bosh boshqarmasi va Asaka bank mutasaddilari, tuman rahbariyati ishtirok etgan tadbirda kichik sanoat zonalarining afzalliklari, beriladigan yengilliklar va logistika imkoniyatlaridan so'z ochildi. Jumladan yig'ilishga mezbonlik qilgan va bir-biriga tutash joylashgan Mingtut hamda yoshlar kichik sanoat zonalari haqida batafsil tushuntirildi. Kichik sanoat zonalarimizda o'rtacha 15 sotikadan 30 sotikagacha lotlarimiz bo'lingan. Tadbirkorlarimiz loyihasidan kelib chiqib, agar loyihalar kattaroq bo'ladigan bo'lsa, yer maydoni 2 ta 3 ta lotlar birlashtirgan holatda ham auksion savdolarida bemalol qatnashib olsa bo'laveradi. Ushbu hududimizda 26 ta lotlarga bo'lingan 19 gektarli yer maydonimiz bor. Asosan mevani qayta ishlash, yengil sanoatga ixtisoslashgan, sababi bu hududimizda aholi bor va atrofida shu meva bog'lar ko'pligi uchun shu yo'nalishga ixtisoslashtirilgan. 15 gektarimiz loyiha joylashtirsa bo'ladi. Qolgan yerlarimiz kommunikatsiyaga. Hozir ko'rib turganlaringizdek ushbu hududimizda kommunikatsiya tarmoqlaridan elektr, gaz, oqova suv, ichimlik suvi tortilgan. Bugungi kunda hozir yo'llarda, ichki yo'llarni ta'mirlash bo'yicha dastur ishlab chiqilgan, shu dastur bo'yicha ishlayapmiz. Nafaqat Asaka bank, shu qatorda tadbirkorlar uchun mazkur hududlarda ish boshlash va o'z ishlab chiqarishini tashkil etish borasida boshqa tijorat banklari tomonidan ham taqdim etilayotgan kreditlar va shu kabi qo'llab-quvvatlash vositalari haqida ham ma'lum qilindi. Tadbirkorlar tomonidan so'rov ko'p bo'layotgani va tezroq auksion savdolarida qatnashish uchun ariza topshirish kerakligi aytilar ekan, ana o'sha imkoniyatlardan birinchilar qatorida foydalanayotgan tadbirkorlar allaqachon bu yerlarda ish boshlashga tayyorgarlik ko'rayotgan korxonalar tilga olib o'tildi. Bojxona imtiyozlari, hamma imtiyozlar bo'yicha tadbirkorlarga tushuntirish olib boryapmiz. Tadbirkorlarimiz kelishyapti. Asosan o'sha kichik loyihalar, asosan mahallalar ichida ijarada turgan tadbirkorliklarimiz yaxshi qiziqish bildiryapti, chunki ularga bu tayyor sanoat ishlab chiqarish zonasi hisoblanadi. Ko'rib turgan loyihalaring ham Tojikiston bilan xorijiy investitsiya asosida qilinyapti. Ya'ni azbis, shifr hamda turba mahsulotlari ishlab chiqarish loyihasi bugungi kunda 90% ga bajarilgan, oxirgi bosqichlar ketyapti. Bu yoshlar sanoat zonamiz amalga oshirilyapti. Tadbir davomida O'zbekiston tumanidagi kichik sanoat zonalari qachon to'liq ishga tushishi va shu kabilar yuzasidan ham ma'lumot berildi. Hozir 5 gektar bo'sh yer maydonimiz bor yoshlar sanoat zonamizda. 5 gektar sanoat zonamizni xudo xolasa keyingi yilda ikkinchi choragiga biz reja qilyapmiz. To'liq ishga tushirib, ichki yo'llarimizni ham to'liq asfaltlashtirish va ko'cha chiroqlari qo'yilib, chiroyli bir sanoat shaharchasiga aylantirish bo'yicha maqsad qilganmiz. Shu bo'yicha hozir Markaziy bank, Tijorat bank, hamma banklar bilan birgalikda ishlayapmiz. Ishtirokchilarni qiziqtirgan savollarga javob qaytarildi. Tijorat banklari, mutasaddi tashkilotlar va tadbirkorlar o'rtasida mazkur kichik sanoat zonalarida ish yuritish istagi yuzasidan tashabbuslar bildirilishidan boshlab, to faoliyatini yo'lga qo'yguniga qadar birga ishlanishi, har bir taklif ko'rib chiqilishi, atroflicha o'rganilishi va qo'llab-quvvatlanishi ma'lum qilindi. Muhsinjon Yusupov, Shohar Qayumov, Farg'ona 24 axborot dasturi uchun maxsus tayyorlandi.